Ha, mau namoyishdan keyin manda aylanib Shvetsiyaning Stokholm shaharining dab tarafini ko'zitib qo'ydi. Mana shu Sunon bo'yi mau yozning kuni Turkiyaning Istanbuldagi dengiz bo'yi rayonlaridagi kahpatlik qiladi deb qo'yamda. Deganlik nashti qiladigan sayxuldi. Wow, atrofidagi bu imoratlar. Oldimizdagi bo'lsa Shvetsiyadagi cho'ng bog'cha. İşte bog'chadan ikki birisi Gothenburg degan shu Göteborg degan shahar, yana bir shu Stokholmda. Ne buldun ya? To'xtab qol. Abishalari yozning kuni pivolarni ichishdi, vinolarni ichishdi, yana sirtqa ichib yozda. Uning ichki tarafida fikka deydi. O'sha o'tirib, kofe ichib, parxanishib qiladigan taraflari bu. Dab kelgandim hamda bir. Sizlarga Panachoqning bir parlamentning oldini ko'rsatdim. Dab Stokholmniki yaxshi bir. Chiroyli qaraq, odamlar kelsin aylanadigan yer shu. Restoranlari. Aylanib. Tarafı texmi chiroyli. İşte dostlar oturuşlarını ötküzdüğün yer hayırlar bo'lib. Aldığımızdaki Qizil Uy mau. Mana. Shvetsiyaning bayroq turgan Vasa Museum'daydı. Aşının içinde 1000 yıldan aldığı bir çöküp ketken Vikinglarniki qaraxchilarning bir paraxti var. Shvetsiyaga kelgan dаңlıq sayohatchilar, Shvetsiyaga dаңlıq sayohatchilik markazlarining birisi shu. Shu. Uning endiki bu Nordic Museum'daydı. Shimoliy Yevropaning biroqi Shvetlarning qanday yashagan shu narsalar bor. Asas jihatdan Shvetsiyadagi musiqalarniki 80%dan 70%gacha bekorliq. Mayli siz shu Shvetsiya davlatining puhrasi bo'lamsiz yo bo'lmamsiz, uning bilan uncha ishi yo'q. Asas jihatdan jiq musiqalari bekorliq. Masalan, shu Seven Eden deymiz, kundan yarım. Shularning Uyg'urlar to'g'riq Tibetdan, bizning vatanimiz Sharq Turkistondan kelgan narsalari, ashak bag'an, shu musiqanmi bekorliqchimi?
Bu Finlandiyaga borgan paraxod. Helsinki hozir virus vaqti bilan nega tushdik intan? Helsinkiga tushmishim va Turku degan yerga tushdik deyman. Vakinglan. Ya'ni qaraqchi liniyasi, qaraqchi yo'li degandek tarjima qilsak bo'ladi. Ama işte uddul kessek, şu konsullar başlandı. Aldaki seyrak doğan bir imaret var. O imaret şu. Yani, o seyrak. İsrail'inki konsulu ya, baş konsulu. İsrail'in konsulu. Aşağıdan başlanıp, onun dükkan Türkiye'nin, Amerika'nın, işçi tarafı da Germanya, Japonya, Avrupa'nınki. Aşında Singapur, Xitay'da aşağıdan aşında bir kilometredan Polşa bilan Chexninki bu ko'chada emas.